Hurmatli yurtdoshlar, men avvalabo Siynim, Mallay va Gulsarani 13 yildan buyon jigar kasalliklari bilan azoblanib kelmoqda. Mana shu 13 yil davomida Boysun tumanini, Surxondaryo viloyati balinsalarida, respublikamizning balinsalarida, shifoxonalarida har xil davolanish nimalari bilan yuribdi. Mana shu qog'ozlarda uning suratga olingan kasallik varaqalari, vrachlarimiz, doktorlarimizni yozib bergan yordam nimalari hammasi mana hujjatlarga boylangan. 13 yildan beri mana shu kasal bilan azoblanib kelmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, bu shu 13 yil ichida davolangan maqsadda bor butidan hamma xarajatlari ketdi. Hozirgi paytda jigar ko'chirish vaqtida mablag'i yetmay, iloji yetmay yotibdi. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli musulmon insonlar, sizlardan iltimos qilib so'rayman, qo'llaringdan kelguncha, iloji boricha odamiylik burchini bajarib yordam qilishlaringizni so'rayman. Alloh sizlarga madad bersin, kuch-quvvat bersin. Agarda shu sinimiz davolanib o'z bola chaqasini oldiga borganda sizlardan Allohdan so'rab sizlarga duo qiladi. Sizlardan iltimosimiz, qo'llaringdan kelguncha insoniylik yordamini ayamaydi.